Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Gaz xodimlari uyma yurib tekshiruv qilayotgani ayrim holatlarda juda katta jarimalar, hatto 300 million so'mgacha zarar yoki da'vo chiqishi, eng xavflisi esa odamning o'z uyini, mulkini, tinchligini saqlab qolish masalasi. Bu mavzu faqat gazdan qarzi borlarga tegishli emas. Bu xonadonda gaz hisoblagichi bor, isitish qozoni bor, plita bor, eski hujjatlari to'liq bo'lmagan yoki uyda ta'mirlash qilgan har bir oilaga tegishli. Men sizga oddiy tilda tushuntiraman. Gaz xodimi kelganda nimalarga e'tibor berish kerak? Qaysi holatda qo'rqish kerak? Qaysi holatda qo'rqmaslik kerak? Qanday hujjat so'rash kerak? Dalolatnomaga imzo qo'yishdan oldin nimani tekshirish kerak? Va eng asosiysi, katta jarima yoki asosiy hisob kitobdan qanday himoyalanish mumkin? Videoni hoziroq oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri imzo yoki bitta e'tiborsizlik keyin oylar davomida sudma-sud yurishga olib kelishi mumkin. Kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki men shunday amaliy, hayotda kerak bo'ladigan huquqiy masalalarni oddiy xalq tushunadigan tilda tushuntirib boraman. Avvallari ko'p odamlar gaz masalasiga oddiy qarardi. Hisoblagich bor, kvitansiya keladi, imkon bo'lsa to'layman, xodim kelsa ko'rsatkichni ko'rsataman, tamom deb o'ylardi. Lekin hozir vaziyat ancha o'zgargan, energiya resurslari bo'yicha nazorat kuchaygan, gazdan noqonuniy foydalanish, hisoblagichga aralashish, plombani buzish, yashirin ulanish, texnik shartga zid moslama ishlatish kabi holatlar bo'yicha tekshiruvlar ko'paygan. Gaz ta'minoti korxonalari, hududiy gaz idoralari ayrim hollarda boshqa nazorat organlari bilan birga uyma-uy yurib, xonadonlarni tekshirishi mumkin. Bu yerda eng muhim farqni tushunish kerak. Birinchi holat oddiy texnik ko'rik, hisoblagich ko'rsatkichini olish, plomba holatini tekshirish, gaz jihozlari xavfsizligini ko'rish. Ikkinchi holat qonunbuzarlik aniqlash bo'yicha dalolatnoma tuzish. Uchinchi holat katta miqdorda zarar hisoblash, ya'ni gazdan hisobga olinmagan foydalanilgan deb hisoblab bir necha oy yoki yillar uchun qayta hisob-kitob qilish. Odamlar ko'pincha shu uch holatni farqlamaydi. Gaz xodimi keldi, biror qog'ozga imzo qo'ying dedi. Men ham qo'yib berdim. Keyin bilsam katta qarz chiqaribdi deb shikoyat qiladi. Men ekspert sifatida doim aytaman. Muammo tekshiruvning o'zida emas, muammo tekshiruv qanday rasmiylashtirilganida. Agar hammasi qonuniy, hujjatlar joyida, hisoblagich butun, plomba buzilmagan, gaz jihozlari texnik shartga mos bo'lsa, xonadon egasi qo'rqmasligi kerak. Lekin agar dalolatnomada siz qilmagan ish yozilsa, hisoblagich shikastlangan deb ko'rsatilsa, plomba raqami noto'g'ri yozilsa, sizga tushuntirmasdan imzo qo'ydirilsa, mana shu joyda katta xavf boshlanadi. Birinchi navbatda gaz xodimi sizning uyingizga kelganda u o'zini tanishtirishi kerak. Men hashni ochishingiz bilan marhamat kiring demang. Avval xizmat guvohnomasini so'rang. Qaysi tashkilotdan kelganini, nima maqsadda kelganini, tekshiruv reja asosidami yoki murojaat asosidami, kimning topshirig'i bilan kelganini aniqlang. Bu qo'pollik emas, bu sizning huquqingiz. Normal xodim bundan ranjimaydi, aksincha guvohnomasini ko'rsatadi, maqsadini tushuntiradi. Ikkinchi masala hisoblagich. Gaz hisoblagichida plomba bo'ladi. Plomba raqami hujjatlarda yozilgan bo'lishi kerak. Ko'p muammo aynan shu yerdan chiqadi. Masalan, bir xonadonda eski plomba raqami shartnomada boshqa, amalda boshqa bo'lib qolgan. Uy egasi bundan bexabar. Gaz xodimi kelib, plomba mos emas deb dalolatnoma tuzadi. Keyin hisoblagichga aralashilgan bo'lishi mumkin degan gumon bilan qayta hisob-kitob boshlanadi. Agar uy egasi oldin o'z hujjatlarini tekshirib, plomba raqamini solishtirib qo'yganida muammo shu bosqichda hal bo'lardi. Uchinchi masala noqonuniy ulanish. Bu eng og'ir holatlardan biri. Masalan, kimdir isitish uchun qo'shimcha g'ur tortgan, hisoblagichdan oldin ulanib olgan yoki eski hammom, issiqxona, novvoyxona, kichik sexni uy gaziga ulab ishlatgan. Bunday holatda jarima yoki zarar hisob-kitobi juda katta chiqishi mumkin. Chunki gaz idorasi bu gaz hisoblagichdan o'tmagan, demak hisobga olinmagan gaz iste'moli bo'lgan deb hisoblaydi. Ayrim holatlarda hisob-kitob quvurining diametri ishlatilgan jihoz quvvati foydalanish davri bo'yicha qilinadi. Shuning uchun 1 million emas, 7 million emas, hatto 350 million so'm atrofidagi da'volar ham paydo bo'lishi mumkin. Real hayotdan oddiy misol keltiraman. Bir oilaning hovlisida uy bor, orqa tomonda kichik tandirxona ham bor. Ular bu ham o'zimizniki-ku deb tandirxonaga gaz tortib qo'ygan. Hujjatda esa faqat yashash uyi va bitta oshxona plitasi ko'rsatilgan. Tekshiruv kelganda qo'shimcha gaz nuqtasi aniqlanadi.
Öyle biz sotish uchun ishlatmadik. Faqat o'zimiz uchun non yopdik deydi. Lekin gaz idorasi uchun masala boshqacha. Texnik shartda ko'rsatilmagan gaz jihozi bor. Hisob-kitob tartibi buzilgan, xavfsizlik qoidalari buzilgan. Natijada katta hisob-kitob chiqishi mumkin. Bu yerda niyat emas, hujjat va fakt hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Yana bir misol, xonadonda gaz hisoblagich eski tashqarida sovuqda turadi. Vaqt o'tib korroziya bo'lgan, plombaning simi bo'shashgan. Uy egasi buni sezmagan. Tekshiruvda xodim plomba shikastlangan deb yozadi. Uy egasi esa men tegmaganman deydi. Bunday holatda eng to'g'ri yo'l darhol rasmga olish, videoga olish, dalolatnomada plomba shikastlanganligi bo'yicha e'tirozim bor. Men aralashmaganman, ekspertiza talab qilaman deb yozdirish. Agar odam shunchaki imzo qo'yib yuborsa, keyin men bilmagan edim deyishi ancha qiyin bo'ladi. Kimlar ko'proq xavotir olishi kerak? Birinchidan, uyini yaqinda sotib olganlar. Chunki avvalgi egadan qolgan yashirin ulanish, hujjatsiz gaz jihozi yoki plomba muammosi bo'lishi mumkin. Siz men yangi egaman desangiz ham, tekshiruv paytida holat sizning xonadoningizda aniqlanadi. Shuning uchun uy sotib olganda faqat kadastr hujjatini emas, gaz shartnomasi, hisoblagich raqami, plomba raqami, qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumotni ham tekshirish kerak. Ikkinchidan, uyda ta'mirlash qilganlar. Oshxonani boshqa joyga ko'chirdingizmi? Qozonni almashtirdingizmi? Qo'shimcha isitish moslamasi qo'ydingizmi? Gaz quvurini joydan silitdingizmi? Bularning hammasi hujjat bilan bo'lishi kerak. Usta qilib berdi degan gap sizni javobgarlikdan qutqarmaydi. Usta ketadi, tekshiruv sizning uyingizga keladi. Dalolatnoma sizning nomingizga tuziladi. Uchinchidan, hovlisida tadbirkorlik qilayotganlar. Uy gazdan kichik ishlab chiqarish uchun foydalanish juda xavfli masala. Masalan, issiqxona, nonvoyxona, somsa sexi, avtomoyka, kichik ishlab chiqarish quritish uskunasi. Uy uchun ajratilgan gaz va tadbirkorlik uchun ishlatiladigan gaz tartibi bir xil emas. Agar siz uy gazini biznesga ishlatsangiz, keyin men kichikina ish qilgan edim degan izoh yetarli bo'lmaydi. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar sizda shartnoma bor, hisoblagich raqami hujjatga mos, plomba butun, qarzdorlik nazoratda, gaz jihozlari ruxsat bilan o'rnatilgan, har qanday o'zgarish bo'yicha gaz idorasiga murojaat qilingan bo'lsa, tekshiruvdan qo'rqishga asos yo'q. Lekin shunda ham men beparvo bo'lmang deyman. Chunki hujjatdagi mayda xato ham keyin katta bosga aylanadi. Eng katta xatolardan biri dalolatnomani o'qimasdan imzolash. Gaz xodimi bu oddiy tekshiruv qog'ozi imzo qo'yib bering deyishi mumkin. Lekin dalolatnomada nima yozilganini ko'rmasdan imzo qo'yish mumkin emas. Agar u yerda iste'molchi tomonidan plomba buzilgan, hisoblagichga tashqi ta'sir ko'rsatilgan, noqonuniy ulanish aniqlangan kabi jumlalar bo'lsa, sizning imzongiz keyingi jarayonda sizga qarshi dalil bo'lib qolishi mumkin. Men shuni aniq aytaman. Imzo qo'yishdan bosh tortish ham har doim eng yaxshi yechim emas. Chunki xodimlar iste'molchi imzo qo'yishdan bosh tortdi deb yozib, guvohlar bilan dalolatnoma tuzishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l, o'g'ing tushunmagan joyingizni so'rang. Rozi bo'lmasangiz, aynan dalolatnomaga e'tirozingizni yozing. Masalan, dalolatnomada ko'rsatilgan holatlarga rozi emasman. Plomba buzilganiga men sababchi emasman. Mustaqil ekspertiza o'tkazishini so'rayman. Hisob-kitobga e'tirozim bor. Mana shu yozuv keyin sizni himoya qiladi. Ikkinchi nozik masala, surat va video. Ko'pchilik telefon qo'lda bo'lsa ham dalil yig'maydi. Tekshiruv boshlanishidan oldin hisoblagichning umumiy ko'rinishini, raqamini, plombani, quvurlarni, xodimlarning kelgan vaqtini videoga oling. Albatta, hurmat bilan janjalsiz. Men keyin tushunmovchilik bo'lmasligi uchun jarayonni yozib olaman desangiz kifoya. Agar xodim bunga keskin qarshi chiqsa, bu ham siz uchun signal. Siz o'z uyingizdagi holatni qayd etishga haqlisiz. Ayniqsa keyin moliyaviy da'vo chiqishi mumkin bo'lgan vaziyatda. Uchinchi masala ekspertiza. Hisoblagich nosoz, magnit ta'siri bo'lgan, ichki mexanizmga aralashilgan degan da'vo bo'lsa, buni oddiy ko'z bilan aytib qo'yish yetarli emas. Bunday holatda metrologik tekshiruv, laboratoriya xulosasi, mutaxassis xulosasi kerak bo'ladi. Agar sizga hisoblagich shubhali, o'lib ketamiz deyishsa, hisoblagich yechilayotgan jarayonni yozib oling. Eski ko'rsatkichni rasmga oling. Plomba holatini qayd qildiring. Hisoblagich qayerga olib ketilishini yozma ravishda so'rang. Hisoblagich yo'lda, omborda yoki laboratoriyada qanday saqlanganini ham hujjat bilan ko'rish muhim bo'lishi mumkin. To'rtinchi masala, muddat. Katta summalar ko'pincha hisob-kitob muddati cho'zilgani uchun chiqadi. Masalan, falon kundan beri hisobga olinmagan gaz ishlatilgan deb
bir necha oyga yoki uzoqroq davrga hisoblab yuborishadi. Siz bu yerda savol berishingiz kerak. Nega aynan shu sana olindi? Oxirgi tekshiruv qachon bo'lgan? O'sha paytda dalolatnoma bormi? Hisoblagich ko'rsatkichi qachon olingan? Plomba qachon qo'yilgan? Agar oxirgi tekshiruvda hammasi joyida deb yozilgan bo'lsa, keyingi hisob-kitob o'sha sanadan oldingi davrga cho'zilishi mantiqan bahsli bo'lishi mumkin. 5-masala uy egasi va yashovchi farqi. Ba'zan uy boshqa odam nomida, lekin unda qarindosh yashaydi. Gaz shartnomasi marhum ota nomida qolgan bo'ladi yoki uy ijaraga berilgan, ijarachi gazdan noto'g'ri foydalangan. Bu holatlar javobgarlikni butunlay yo'q qilmaydi. Lekin kim iste'molchi, kim shartnoma egasi, kim real foydalangan, kim noqonuniy ish qilgan degan savollarni aniqlashga yordam beradi. Shuning uchun hujjatlarni o'z vaqtida yangilash juda muhim. Uy meros bo'lib o'tgan bo'lsa, gaz shartnomasini ham yangiga rasmiylashtiring. 6-masala 3,5 million so'm degan raqam. Odamlar bunday raqamni eshitib vahimaga tushadi. Men bunday holatda birinchi navbatda raqam qanday hisoblanganini ko'rishni maslahat beraman. Formula bormi? Qaysi tarif qo'llangan? Qaysi davr olingan? Qaysi gaz jihozi quvvati asos qilingan? Quvur diametri qanday o'lchangan? Uskuna haqiqatan ishlaganmi yoki shunchaki ulangan holatda turganmi? Bu savollar juda muhim. Chunki ba'zi holatlarda hisob-kitobni kamaytirish, qayta ko'rib chiqish yoki umuman bekor qildirish imkoniyati aynan shu tafsilotlardan chiqadi. 7-masala uyni saqlab qolish. Agar katta qarz yoki zarar hisoblab chiqarilsa, odamlar endi uyimni olib qo'yadimi deb qo'rqadi. Bu savolni men juda ko'p eshitaman. Umuman olganda qarz bo'liga avtomatik ravishda uyni darhol olib qo'yish degani emas. Lekin qarz sud orqali undirilsa, ijro ishi ochilsa, qarzdorning mol-mulki bank hisoblari, daromadi bo'yicha undiruv choralariga o'tilishi mumkin. Agar summa juda katta bo'lsa va boshqa to'lov manbai bo'lmasa, ko'chmas mulkka nisbatan ham xavf tug'ilishi mumkin. Shuning uchun masalani sudga yetib borgandan keyin emas, dalolatnoma tuzilgan kundan boshlab nazoratga olish kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, uyingizdagi gaz hujjatlarini bugunoq tekshiring. Gaz ta'minoti shartnomasi, oxirgi to'lovlar, hisoblagich pasporti, hisoblagich raqami, plomba raqami, oxirgi tekshiruv dalolatnomasi, gaz jihozlarini o'rnatish yoki almashtirish bo'yicha hujjatlar bo'lsa, hammasini bitta papkaga yig'ing. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, hududiy gaz ta'minoti idorasiga borib nusxa so'rang. Ikkinchi qadam, hisoblagichni o'zingiz tekshirib chiqing. Raqami hujjatdagi raqamga mosmi? Plomba butunmi, simi uzilmaganmi? Korpus singan emasmi? Ko'rsatkich normal ko'rinadimi? Agar shubhali joy bo'lsa, uni yashirmang. Darhol gaz idorasiga yozma murojaat qiling. Og'zaki telefon qilib qo'yish yetarli emas. Ariza yozing, kirim raqamini oling yoki elektron murojaat yuboring. Arizada xonadonda gaz hisoblagichi va plombaning holatini tekshirib, rasmiy dalolatnoma tuzib berishingizni so'rayman deb yozing. 3-qadam, uyda ruxsatsiz gaz jihozi bo'lsa, uni qonuniylashtirish yoki olib tashlash masalasini hal qiling. Masalan, qo'shimcha qozon, qo'shimcha plita, isitish uskunasi, hammomga tortilgan gaz, tashqi oshxona, issiqxona tekshiruv kelguncha turaversin demang. Tekshiruv kelgandan keyin buni tuzatish qiyinlashadi. Oldindan murojaat qilsangiz, loyiha, texnik shart, ruxsat, qayta ulash tartibi bo'yicha qonuniy yo'l topiladi. 4-qadam, gaz xodimi kelganda jarayonni tartibli olib boring. Guvohnoma so'rang. Kelish sababini aniqlang. Imkon bo'lsa qo'shni yoki qarindoshni guvoh sifatida yoningizga chaqiring. Hisoblagich ko'rsatkichini, plomba holatini, xodimlar ko'rayotgan joylarni telefoningizga yozib boring. Lekin baqirmang, haqorat qilmang, eshikdan haydamang. Sizning vazifangiz janjal qilish emas, dalillarni to'plash va o'z huquqingizni saqlash. 5-qadam, dalolatnomani o'qimasdan imzo qo'ymang. Har bir jumlani o'qing. Agar sizga tushunarsiz bo'lsa, menga tushuntirib bering deng. Agar dalolatnomada noto'g'ri fakt yozilgan bo'lsa, imzo oldidan e'tirozingizni yozing. Masalan, mazkur holatga rozi emasman, hisoblagichga aralashmaganman. Mustaqil ekspertiza talab qilaman. Yoki dalolatnomada ko'rsatilgan qo'shimcha ulanish men uy sotib olishimdan oldin mavjud bo'lgan. Bu bo'yicha tekshiruv o'tkazilishini so'rayman. E'tirozingiz yozilmasa, keyin sizning pozitsiyangiz zaiflashadi. 6-qadam, sizga katta summa chiqarilsa, darhol hisob-kitob nusxasini talab qiling. Faqat sizdan 3,7 million chiqdi degan gap yetarli emas. Rasmiy hisob-kitob, dalolatnoma qo'llangan me'yor. Tarif, davr, formula, komissiya qarori bo'lishi kerak. Hamma hujjatni nusxa qilib oling.
keyin yozma e'tiroz bering. E'tirozda hisob kitobga rozi emasman, davr noto'g'ri olingan, holat ekspertiza bilan tasdiqlanmagan. Qayta ko'rib chiqishni so'rayman kabi aniq talablarni yozish kerak. 7-qadam, vaqtni o'tkazib yubormang. Ko'p odam balki o'zi hal bo'lar deb yuradi. Keyin ish sudga chiqadi, sud qarori bo'ladi, ijro bo'limidan xat keladi. Men doim aytaman, birinchi qog'oz kelgan kundan harakat boshlang. Gaz idorasiga yozma e'tiroz, yuqori tashkilotga shikoyat. Iste'molchi huquqlarini himoya qiluvchi organlarga murojaat, zarur bo'lsa advokat yoki huquqshunos bilan maslahat. Ayniqsa summa katta bo'lsa mustaqil yurish xavfli bo'lishi mumkin. 8-qadam, sudga tayyorgarlik. Agar masala sudgacha borsa, sizga dalillar kerak bo'ladi. To'lov kvitantsiyalari, eski dalolatnomalar, hisoblagich rasmlari, video. Guvohlarning tushuntirishi, uy sotib olingan sana, ta'mirlash bo'yicha hujjatlar, gaz idorasiga yozgan arizalaringiz, javob xatlari. Sudda men aybdor emasman degan umumiy gap yetarli emas. Siz fakt bilan gapirishingiz kerak. Qachon tekshiruv bo'lgan, kim kelgan, nima yozilgan, nega hisob noto'g'ri, qaysi hujjat buni tasdiqlaydi. 9-qadam, uy masalasida alohida ehtiyot bo'ling. Agar sizga katta qarz yuklangan bo'lsa, ijro jarayoniga befarq bo'lmang. Ijro hujjati kelgan bo'lsa, ijrochi bilan aloqa qiling, qarorning nusxasini oling, muddatlarni tekshiring. Shikoyat qilish imkoniyati bormi aniqlang. Ba'zan odam qaror chiqqanini ham bilmay qoladi, chunki xat eski manzilga ketgan bo'ladi. Shuning uchun rasmiy manzilingiz, telefon raqamingiz, shaxsiy kabinetingizdagi xabarnomalarni nazorat qiling. 10-qadam, oldini olish. Har oy hisoblagich ko'rsatkichini rasmga olib qo'ying. To'lovni imkon qadar vaqtida qiling. Gaz jihozlarini o'zboshimchalik bilan ko'chirmang. Usta chaqirsangiz, u ruxsatli mutaxassismi, ish hujjat bilan bo'ladimi? Shuni so'rang. Uy sotib olayotganda gaz qarzi yo'qligi haqida ma'lumot oling, ijaraga berayotgan bo'lsangiz. Shartnomada kommunal to'lovlar va gaz jihozlaridan foydalanish tartibini yozib qo'ying. Yana bitta muhim maslahat, hech qachon tanish orqali hal qilaman degan yo'lga kirmang. Chunki katta summali ishda og'zaki kelishuv sizni himoya qilmaydi. Bugun kimdir muammo yo'q deydi. Ertaga boshqa xodim kelib rasmiy hujjat asosida talab qo'yadi. Sizni faqat yozma hujjat, qonuniy murojaat, dalil va o'z vaqtida berilgan e'tiroz himoya qiladi. Men bugun sizga gaz xodimlari uyma-uy yurganda oddiy odam nimalarni bilish kerakligini, qanday holatda katta jarima yoki zarar hisoblanishi mumkinligini, 350 million so'm kabi katta davlat qayerdan paydo bo'lishini va uyni saqlab qolish uchun nimalarga e'tibor berish kerakligini tushuntirdim. Eng asosiy qoida shuki, hujjatlaringizni tekshiring, hisoblagich va plomban nazorat qiling. Dalolatnomani o'qimasdan imzo qo'ymang. E'tirozingiz bo'lsa, albatta yozdiring. Katta summa chiqsa, hisob kitobni talab qiling va vaqtida shikoyat qiling. Bu masalada vahma qilish kerak emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Qonuniy foydalangan odam o'zini himoya qila oladi. Faqat dalil va hujjatni oldindan tayyorlab yurish kerak. Sizning mahallangizda ham gaz xodimlari uyma-uy tekshiruvga chiqdimi? Kimdadir katta jarima yoki qarz chiqarildimi? Dalolatnoma bilan bog'liq muammo bo'ldimi? Kommentariyada yozib qoldiring. Fikringiz boshqalarga ham foyda bo'lishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki keyingi videolarda ham uyingiz, mulkingiz, pulingiz va huquqingizni himoya qilish bo'yicha eng kerakli mavzularni tushuntirib beraman.